Shonu shuhratingga kirilma odam. Bir ambulatoriyaga admin qilib qo'yaman. Qayda tayyorlaringlar. Hammanglar zooparkka olib boraman. Dadasi meni olib borasizmi? Ha, mana pombarq kiyimlarni almashtirib, chipa chiroyli bo'libchi. Xo'p. Mososiramasdan turinglar. Voy, ku sizga o'xshagan uyatchan ekan-a? Jinni. Voy, tavba, qaynonasini ham jinni deydim. Adasi, qaysi hayvon qidiryapsiz? Hojatxona qidiryapman. Ha. Tishlimi kuyov bola? Tishli. Qidirgan joyingizni topdim. Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Zooparkka birinchi kelishimi? Ha, qandashlarni ham eslab turish kerak-da, qayni? Ekonni nima qilyapsiz? Ha, oshna sizga o'xshagan gap tushunmaydi ekan. Men sizlarga hozir shunaqangi bir semiz, ishi yoqmas hayvonni tasvirlab beraman. Yotaveradi, uxlayveradi, ish qilmaydi. Qaranglar. Eri ketgandan keyin cho'ntagini kavlab pulni oladigan hayvon. O'zi tili ilonga o'xshaydi. Qaynasiz qochib turing. Bu esa oddiy begemot. Zag'maylandiga, sherzor bo'ldi. Dada 2 mingiz bormi? Nimaga? Hojatga borib kelay. Ana beparosatga olib chiq desam, olib chiqmabdi. 200 ming bor ekan. Ha, bering, 5-6 marta so'ramayman, quv shomanlaganda. Voy, kim menga valna xolodilligini olib keldi? Menda kuyovingiz. Voy, o'zim uyatchan kuyovimdan aylanay. Voy, Bu xaladellikning nomi Volna. Bu xaladellik o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilib, o'zimizning milliy brend hisoblanadi. O'zbekistonning istalgan hududidan topishingiz mumkin. Eng asosiysi hamyonbop. Ishonmasangiz so'rab ko'ring. O'zini brend Volna. Voy, kuyov bola, rahmat xolodilni olib berganingiz uchun. Xuddi bir kuyovingizga bitta narsa bergandek gapirasiz-a? O'zi ash to'y paytida sarpoga solgan bitta narsangiz bor. Ko'rsataymi?